Kriti rayonidan bo'lsa, 4 xonalik bo'lsa, barcha jihoz, mebellar bilan bo'lsa, narxi ham arzon bo'lsa. Yana nima deysizlar? Siz uchun 4 xonalik kvartira 90 kvadratni o'z ichiga oladi. Barcha jihozlar bilan narxini oldindan aytaman. 58900 AQSh dollarga siz uchun to'liq obzorini qilib beramiz. Barcha qulaylik mebellar bilan. Bu yerda bizning zal qismi bo'ldi. Mягкий mebel stullari yaxshi qo'llanlar to'shalgan. Mana bu yerda esa bizning перехожкамizdan основной kirish kodi, podyezdimiz, liftlarimiz hammasi tayyor turibdi. Mana bu yoqda esa bizning spalniy xonamiz bo'lyapti. Spalniy xonamiz ham двухспальный, shkaflari, yumshoq qo'linchalar, MDF yaxshi romlardan o'rnatilgan, juda yaxshi bezatilgan kvartiramiz. Mana bu yoqda unitazimiz bo'lyapti. Coco brendidan kichkinagina radiator ham bor issiqlik uchun. Mana bu yoqda esa bizning detskiy xonamiz bo'lyapti. Detskiy xonamizda ikkita divanchik, yaxshi yumshoq qo'linlar, yaxshi pardalardan ilib qo'yilgan super mo'yishchi aboy, hamma joyda koridorlarimizda ham o'zi ham super mo'yish aboy. Mana bu yoqda esa vannamiz bo'lyapti. Rakvina o'zini smestitillari va yaxshi smestitiller qo'yilgan do'patalka kafil bo'lgan. Undan keyin mana bu yoqda bizning ikkinchi zal xonamiz bo'lyapti. Ikkinchi zal xonamiz ham super mo'yish shaboy, yaxshi qo'linlar, qimmatbaho lyustra, gipsokartonlardan ishlov berilgan, yaxshi parda, turetskiy radiator va двухслойный shumoizolyatsionni trezadan romlardan o'rnatilgan. Undan keyin ko'radigan joyimiz bo'lyapti bizning oshxonada. Ayollarimiz bu oshxonani ko'rmanglar, prosta akamlarga sal azob berib qo'yasiz, shuni olib bering deb turib olishingiz mumkin. Kuxun nabori yaxshisidan qilingan, xolodilnik, zifler, steralniy mashinkalari va mana bu yoqda komfortkamiz bo'lyapti, o'zining vichkalari bilan. Bitta ko'rishingiz mumkin, gazimiz o'zi yonadi. Mana shunaqa gugurtlarsiz yonadigan, yaxshi qimmatbaho gazlardan qo'yilgan, yaxshi qo'llanlar to'shalgan pardalar, radiatorlar. Qisqacha qilib aytganda, uyimiz 2-3 tomonlama Kriti alyansi shunagina orqa tomonda 8 etajlik elitnik liftlik domimizni 6-etajdan narxiga keladigan bo'lsak, aytib o'tganimdek 58900 dollarga baholadik. Yana ozgina savdo qilish uchun zazorini ham tashab qo'ydik siz uchun. Pastda nomer qoldiraman, kimga qiziq bo'lsa tezda aloqaga chiqing.